G'irt bekorchilar, biz va'damizning ustidan chiqdik. Bugun Toshkentdan Qoraqalpog'istongacha peshkom ketamiz birinchi kun. Podpisatsiya qilinglar, like bosinglar, bizni podeshka qilinglar. Iltimos sizlarni agar reklama bo'lsa shu nomerga tez aloqaga chiqinglar. Zo'r chiqdi Jo'ra. Zo'r chiqdi. Jo'ra, rostdan peshkom ketamizmi? Jinnimisan? Taksida ketamiz. Prosta odamlarga shunday deymiz. Faqat videoda peshkom yuramiz. Ha, puling bormi Jo'ra? Tegma sumkamga. Hammadan bu? Labim yolganda sutyapman issiqda. Mana ayeni sumka. Nima ishing bor? Reklama bormi? Chiqdimi? Kam yozgani yo'q, hamma so'kyapti kommentariyada. Ana uni qara. Azizlar, mana Toshkentdan Samarqand Jomboygacha bo'lgan sayohatimizning bugun 4-kuni. Ne turqi qursin? Konkurent bu, konkurent. Aka, qayoqqa ketyapsan sen? Samarqandga? Samarqandga peshkommi? Nonni yarimta qilma uka, nonni yarimta qilma, orqangga qoch. Tur yo'qol. Biz bir ish boshlamaylik, hamma shu ish qiladi. Va nechta podpischiking bor? 36 ta. 69 ta bizda. Ikkalamizda 69 ta. Jo'ra, vapsi maza qildik. To'xta, tualetni pulini to'lab ket. Qadrdonlar, hozir shunaqangi tualetda o'tirdik, ishoninglar, sharoitlar vapsi wow. Qilsa pulimni ber ya. Xola ishoning. Vapsi pulimiz yo'q, absolutno. Xola siz ayam sumkachasi bor, ichida pomadasi bor. Surtasiz. Kelvin Klein'niki. Ey ukalar, 1 minut. Reklama ishon, reklama. Sizlar blogersizlar? Sizlarni kuzataman, rosa hurmat qilaman. Bitta kichkina iltimos bor edi. Ukamni oyog'i yurmaydi-da. Karta raqamini bitta so'rsh qo'yib beringlar. Savob uchun. Qadrdonlar, savob uchun mana shu akamizga yordam beramiz. Mana shu kartalarga pul tashlaymiz. Aka qanday-chi? Sen nimaga turding? Nimaga turding? Mo'jiza bo'ldi aka. Ya, mashinaga Ular agar mo'jiza. Podpischik nechta bo'ldi? 70 ta bo'ldi. Voy, o'lay, bitta ko'paydimi? Menga nima deysan? Yo, sifat. Aka sifatni reklama qilib beraylikmi? Bizning podpischiklarimiz ko'p. Yo'q, reklama kerak emas. Xohlasanglar shirinlikdan olinglar, yo'lda yeb ketasizlar. Kakas bolalarimga beraman. Bolalaring bormi? Ha, bolamiz bor. Katta erkaklar, shuncha yo'lga ketkizgan vaqtlaringni oilangga, farzandingga ketkizsang bo'lmaydimi? $200 beraman, uyga qaytasizlarmi? Siz nima deyapsiz? Bizni maqsadimizdan qaytara olmaysiz. $500 beraman. Nima hammasi pul bilan o'lchanadimi? Biz podpischiklarımizga va'da berganmiz. Yo'q, ketdik. $2000 beraman. Voy billah. Podpischiklar nima deymiz? 70 ta-ku, aytqo. 2000 katta pul jo'ra. 200 qo'shdi. 200 qo'shing.